Yoshligimda yeyolmagan narsalarni yoshim katta bo'lgandan keyin mazza qilib yeydigan bo'ldim. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Nimaga desanglar, organizmimizda oldin kerak emas bo'lgan narsalar hozirgi kunga kelib, demak, yetishmovchilik bo'layotgan bo'ladi. Masalan, balularni, shuba salatini umuman o'zimga ham olmasdim, sababi balu mazza keladi derdim. Hozirgi kunga kelib bo'lsa balu shunaqa konservalangan balularni juda ham yaxshi ko'rib yeydigan bo'lganman. Shuba salatni shunaqa одноразовый idishlarga tayyorlasanglar, mehmonlaringiz kelganda noodatiy qilib talinkaga butunligicha olib kirasizlar. Podachanglar rosa chiroyli chiqadi qizlar. Albatta bu usulda ham bu salatni tayyorlab ko'ringlar. Salatga kerakli bo'lgan mahsulotlarni har doimgidek korzinkaga ilovasidan zakaz qilib, salatimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni va uyga kerakli bo'lgan hamma mahsulotlarni har doimgidek korzinkaga ilovasidan zakaz qildim. Hozirgi kunda yangi yil aksiyalari bo'lyapti korzinkagoda va undan tashqari shunaqa 500 ml, 200 ml va 1 millionlik kartalar sotib olsanglar bo'ladi. Ularni yaqinlaringizga sovg'a qilsanglar, ular o'zligisiga nima kerak bo'lsa, bemalol xarid qilsa bo'ladi. Salatim ham tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Baho berib ketinglar. Yoqqan bo'lsa like bosib kesinglar, xursand bo'laman.